Assalamualaikum do'stlar. 2018 yılda ishlab chiqarilgan Nexia 3'imizni 75 million so'm skidga qo'yib beryapmiz. Dasturrochniy sotiladi. Bunday senalar hamma ham bo'lavermaydi. Yurgan probyektlarni hamma narsasini hozir aytib o'tamiz. Oppoq svet mexanika ochib bermana ilikku. Pulti bo'lma. Imondan birisi bor. Buni 80 million qo'yib beramiz hozir. Bu 100% shunka, bu 18. Diskalada. Xudo qalasa buni 75, buni 80. Yaxshi deyil, qog'ozidan o'qib aytaveramiz. Ochilmasa ochilmabdi. Ikkinchi pozitsiyada metal araba 130 ming yurgan. Bir kreloda, chap kreloda petnosi bor ekan. Bemalol ustalaringizga ko'rsatib olaverasizlar. 16 million so'm bilan kreditga chiqadi. Ama kimnidir qiziqtirsa, shu avtoda turadi. Оформление, nomer hammasi shuni ichida bo'ladi. 75 million so'mga qo'yiladi. Nima ko'rib turganlaringizdek? Mashin свежий holatda bo'lib turibdi, sal qarang'ilashtirmaydi. Misol yaqtini olsak, yaqtini salon holatlari qiziqaman desangizda bemalol hamma yer chotki bo'lib turibdi, arkalanamiz. Eng asosiysi mashinam akkuratniy haydalgan. Hamma yer свежий. 75 million so'm Nexia 3 menimcha zo'r deb o'ylayman, yana o'zlaringiz bilasizlar. 16 million so'm bilan hamma ishingiz bitadi. Oppoq narsayna metan, hamma narsasiz orqalar ham pokiza bo'lib turibdi. Endi ikkinchisi 80 million so'mga qo'yilayotir. Avtomat diskalada 100% shumka, 120 ming kilometr yurgan. Kraskasi o'ng taraf bir krelosida bor. Yine arka tomondan ham, oldi tomondan ham ko'rinishlari, uslitr kolonkalar qo'yilib jihozlangan audio sisteması zo'r holatda. Merz effektorlarni dong bor. Ava, buni ham xudo xolasa 20 million so'm bilan hamma ishingiz bitadi. Polniy shumka 100%. Mana, arkalanamiz. Bir muzika qo'yib qo'ysangdim zo'r bo'lar edi, ha. Fleshkang bo'lsa bormi? Qani bir ovozini eshitali uslitrini. Qo'yib ko'rkam. Arka tomondan görünüşlerini görünler. 80 milyon so'm menimcha yomon emas. Ko'p odam so'rayapti, buni 80 milyon so'm berib olmadik. Hozir egalari birdan pul zarur bo'libdi, shuning uchun bo'layotir bu narsalar. Bergimiz 75 milyon so'm, bergimiz 80 milyon so'm qo'yilayotir. Yaxshi holat bu. Olib hazatib haydanglar, paytdan foydalaninglar. Hech qanday yomon taraf yo'q. Bu mashinadim jonli mehr berib qo'yilgan. Konsult tezlash vaqtimiz az qoldi. Yani taptirincha, zarari yo'q. İstoriyada koyup beramiz. Hozir xudo xolasa istoriyada ko'rasizlar, nechap chiqarishini. Istoriyamizga kirib ko'ringlar. Aman bo'linglar. Xo'sh, shu topda 24 soat ishlaydi, kelaverasizlar.